Nega Makkaga bunchalar shoshilishadi? Nega bu yerlarga bunchalik oshiqishadi? Video davomida hozir shuni tushuntirib beraman. Makka shahriga kirib kelarkan siz uni qanchalar haybatli ekanini, mo'jizalar ko'z oldingizda yotganini his qilasiz. Insonlar minglab chaqirim uzoqlikdan Ka'bani bir marta bo'lsa ham ko'ray deya uzoq yo'l yurib kelishadi. Butun umr qaysi burchakdan bo'lmasin qiblam deya yuz tutgan manzilga qarab intiqishadi. Ka'baga yaqinlashganda inson qalbi entikadi. Qadam-qadam borarkansiz qanchalar qilgan xatolarimiz ko'pligini va u xatolar qanchalar og'irligini his qilib va mana shu xatolarimiz bilan Ka'batullohni ko'rishga muyassar bo'lganingizni his qilib ko'zlaringizda yosh ila Ka'baga qarab boraverasiz. Ka'ba rahmatga to'la qorayib ketgan qalblarni oqartiruvchi va sizni hayotingizni butunlay o'zgartirib yuboradigan manzil. Yillar davomida kutib yetishadigan umra safariga umra jamiyati bilan keling. Siz izlagan imkoniyat faqatgina umra jamiyati orqali kelganingizda amalga oshadi. Videoga like bosib, yaqin kunlarda umra safariga kelmoqchi bo'lgan yaqinlarga yuborib qo'ying.